Assalomu alaykum. Mana o'zgacha ixtiromizni kutib olinglar. Bu qanaqa vazifa bajaradi deganlarga, ikkita uyni o'rtasiga qo'yiladigan pechka, universal. Ikkala uyingizni ham baravar isitib beradi. Razmeri qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, mana tepasida doira shaklida tumaloq qilganmiz, issiqni zo'r beradi. Mana qo'lni kuydirar darajada issiq bo'lyapti. Mana issiqlikni zo'r bergani uchun qog'oz tashlashingiz bilan sirasi yonib ketdi. Shu issiq yo u tomonga yo bu tomonga yo'naltiraverasiz bemalol. Keyin mahsulotimiz yoqqan bo'lsa, narxini ham aytib o'tib ketay. 2,5 million so'mga voha tomonlarga yetkazib beramiz. Agar vodiyga bo'lsa 2 million 300 mingga yetkazib beramiz. Xizmati ichida. Orqasi ham shunaqa. Mana tagida tortmali bo'lgan, o'tinga ishlaydi, o'tin gazga ishlayveradi. Keyin orqasini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Qaysi uyga ko'proq issiqlik kerak bo'lsa, o'sha tomonda eshigi ochilib qo'yiladi, o'sha tomondan issiq chiqadi. Tagidan ham issiq chiqadigan qilganmiz. Keyin mana bu qislamalari ham issiq chiqaradi. Keyin buni uyni yarmini buzish shart emas. 1.5 ga enini 35 qilib buzasiz. Shunday bir tomondan tiqib qo'yasiz, ikkala uyingizni ham baravar isitaveradi. Keyin tozalash ham muammo emas buni. Chunki mana bu qopqoq qo'yib qo'yganmiz. Mabodo vaqt sohati kelib ichi g'urumga to'lsa, shunday qopqoqni olasiz, bemalol tozalayverasiz. Tagidan ham tozalayverasiz. Shuni ham hisobini olib o'tib ketganmiz. Xudo xohlasa mana pechkamiz kimga yoqqan bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar.